Alvasti qo'nchoq. Avtori Sherzod. 25-qism. Ular orqa eshikdan chiqib, bir yoshirin yo'ldan mengib, saroy kaynidagi tog' bag'riga yetib keldi. Ular tog' bag'ridan yugurib, bir oz mang'andan keyin orqadan kuchlik bir portlash ovozi anglandi. Ular orqaga burilib qarab, Davguyan saroyining bir qismining o'rilganligini ko'rdi. Bu mumkin emas. Alvasti podshohi saroyni vayron qilib yetibdi, dedi Mingjian qo'rqinch ichida. Malika to'satdan to'xtab, orqasiga qaradi. Uning bo'ynidagi munchoqlar kuchlik yo'rishqa boshladi. U saroy ichidan chiqqanligi uchun uning alvasti kuchi qayta kuchlandi. Men qaytib boraman. Men ularga yordam qilishim kerak, dedi Malika qat'iylik bilan. Wang ustoz uni to'sib, qizchaq, sen hozir uningga tankilanmaysan. Alvasti podshohi intayin kuchli. U seni o'ldirib yetdi, deb varqiradi. Mingjian bir pas o'ylanib, Wang usta, men sizlarni maxfiy turalg'imizga boshlab boray. U yerda bizning yushirib qo'ygan alvastlarga taqobil turgan saymonlarimiz bor. Agar ularni ishlatsak, biz balkim alvasti podshohiga qarshi tura olishimiz mumkin, dedi. Wang ustoz beshini langshitib, bo'ladi. Undaqda bizni boshlab mengin. Ular Mingjianga egishib, tog' bag'ridagi bir yoshirin turalg'uga yetib keldi. Turalg'u eg'izi bir tosh bilan to'silgan edi. Mingjian bir afsun o'qib, toshni yo'tkab, ularni turalg'u ichiga boshlab kirdi. Turalg'u ichi kangri bo'lib, tosh tomlarga afsunliq chiroqlar o'rnatilgan edi. Turalg'uning ichida har xil afsunliq kitoblar va turli tuman alvasti tutadigan jabduqlar bor edi. Mingjian uy ichidan bir koni sandiqni ochib, uningdan bir qizil qilishni chiqardi. Bu qizil yalqin qilichi. Bu qilish alayda hunarvan tarafidan qizil oltin va seyrlik putuklarni eritib, aralashtirib yasalgan. Bu qilish hatto eng kuchli alvastlarni yo'qotalaydi, deb tushundirdi. U qilishni Wang ustozga berdi. Wang ustoz qilishni tutqanida uning sehriy kuchini his qila oladi. Mingjian yana bir sandiqdan bir jup oltin palayni chiqardi. Bu palay seni alvasti kuchini kontrol qilishingga yordam qiladi, dedi va bu oltin palayni Malikaga berdi. Malika oltin palaylarni qo'liga kiydi. To'satdan o'z ichidagi alvasti kuchining bu orqali texnimu yaxshi kontrol qilinganligini his qildi. Mingjian o'zi bir nayzini qo'liga elib, biz birlikda alvasti podshohiga qarshi turaylik, dedi. Ular turalg'udan chiqib saroyga qarab manganda to'satdan havodan qora tutun tushib, ularning oldiga bir odam paydo bo'ldi. Uning kiyimlari qop-qora, yuzi tatrib ketgan bo'lib, ko'zlari qip-qizil yo'rib turadi. Bu alvasti podshoh edi. Mana men izlayotgan maxluq oxiri paydo bo'ldi, dedi alvasti podshoh surlik ovozda. Sen olti kuchlik alvastining kuchini munchoqlaringga mujassamlabsan. Demak, sen hozir intoyin kuchlik maxluq. Men seni o'zimning quli qilmoqchi. Qandoq? Buningga qiziqamsan? Wang ustoz oldiga chiqib, qizil yalqin qilichini chiqardi. Uxlamay tush ko'ribsan. O mening shogirdim. Oldi bilan meni bir yengib boq, deb vaqirdi Wang ustoz. Alvasti podshohi qaqoqlab kulib turib, Vangsha, sen ilanmi shundoq ahmoqkansan? Seningcha uni qo'g'diy olamsan? O bugun menga tava bo'ladi. U to'satdan qo'lini ko'tarib, qattiq bir kuch bilan hujum qildi. Wang ustoz qilichi bilan bu hujumni to'smoqchi bo'lgan edi, ammo hujumning kuchi shunchalik qattiq ediki, u yerga uchib ketdi. Mingjian nayzasini ko'tarib hujumga o'tdi. Ammo alvasti podshohi uning nayzasini bir qo'li bilan to'sib, uni nersiga ittirib atdi. Qizchoq,
Sen to'limi aqlliq. Eng yaxshisi, menga qarshi chiqma. Kel. Men bilan ket. Men sana teximi ko'p kuch beraman. Sen eng kuchlik alvasta bo'lib, alvastalar dunyosini boshqara olaysan. dedi alvasta podshohi malikiga qo'lini sunib. Malika qo'rqinch ichida Wang ustozga qaradi. Wang ustoz ingrab yerda yotadi. Alvasta podshohi haqiqatan bak kuchlik edi. Men alvasta emas. Men sizga bo'ysunmayman. deb varqiradi Malika. Alvasta podshohi qaqahlab kulib ketdi. Yo'q, sen alvastasan. Sen o'zingni aldavatsan. O'zingning kuchini his qil. Sening bo'yningdagi munchoqlar seni o'zgartiradi. Sen hozir intayin kuchlik alvastasan. Malika ichidagi alvastalarning kuchini his qilib, qo'rqinishdan titrab ketdi. U alvasta podshohning deganlarining to'g'riliqini biladi. U haqiqatan alvastaga aylanib qolmoqda edi. Shu vaqtda Wang ustoz asta o'rnidan turib, Qizchaq, o'zingga ishon. Sen alvasta emas. Sen alvastani tutquchi. Sen bu kuchni kontrol qila olaysan. deb pichirladi. Malika cho'nqur nafas elib, oltin palay kiygan qo'llarga qarab qo'ydi. Palay uning alvasti kuchini kontrol qilishiga yordam qila oladi. U ichidagi oltin munchoqning alvastilarini chaqirib, Menga yordam qilinglar. Menga yordam qilinglar. deb vaqirib ketdi. Tuyuqsiz Malikining badanidan kuchlik nur chachirdi. Uning ichidagi olti alvasti chiqib, uning atrofida tax bo'ldi. Alvasta podshohi buni ko'rib hayron bo'ldi. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? Sen alvastlarni kontrol qila oladigansan-ku. deb varqirdi. Malika alvastalarni alvasta podshohiga qarab hujum qilishga buyurdi. Alvastalar uningga bo'ysunib, alvasta podshohga qarab etildi. Alvasta podshoh kuchlik bo'lgan bilan olti alvastaning hujumiga birli vaqtda taqobil turishi intayin tas edi. Bu paytda Wang ustoz qizil yalqin qilichi bilan alvasta podshohga hujum qildi. Qilich alvasta podshohning mo'risiga tegib, uni yarlandirdi. Podshoh qattiq chirqirab, mo'risidan qora qon oqdi. U alvastalardan o'zini qutqizish uchun qattiq bir kuchab, alvastalarni neriga ishtirvatdi. Sizlar meni hargiz yengolmaysizlar. Men qaytib kelaman. Malika, sen oxirda yanada mening bo'lasan. Alvasta podshohi shundaq deb vaqirgandan keyin ondan qora tutuniga aylanib, bo'shliqqa ko'tarilib yo'qab ketdi. Alvastalarmo Malikining badaniga qaytib kirdi. U charchab yerga tushdi. Wang ustoz va Mingjian darhol uning yeniga kelib, uni yo'ladi. Qizchaq, sen yaxshimi? deb so'radi Wang ustoz ansirgan holda. Malika asta ko'zini yechib, Men uni qo'g'lavatdim. Men alvastalarni kontrol qildim. deb pichirladi. Mingjian hayronlik bilan, Bu bir mo'jiza. Sen alvastlarni o'z ichingdan chiqarib, ularni kontrol qila olading. Bu alvasta tutquchilar tarixida ko'rilib boqmagan ish. dedi. Wang ustoz beshini lingshitib, Qizchaq, sen haqiqatan alayda. Sen endi ikki olam orasidagi ko'rikka aylanding. Men sendan faxrlanaman. ular saroyga qaytib kelganda, saroy allaqachon qattiq buzilgan edi. Ko'pligan alvasti tutquchilar yaralangan, lekin hech kim o'lmagan edi. Mo'yvan ustoz ularni ko'rib oldiga chiqdi. Sizlar oxir qaytib keldinglar. Men sizlardan ansirgan edim. Alvasta podshohi noyatmi qudratlik. Biz faqat uni vaqtliq qo'g'lavatdik. Wang ustoz Mo'yvan ustozga Malikining alvastalarni qanday kontrol qila olganligini so'zlab berdi. Mo'yvan ustoz hayronlik bilan,
Malika, sen ishki olam orsidagi ko'rikka aylanibsan. Sening bu aloydiliking bizga intoyin foydaliq. U Malikaga qarab, Qizjoq, men sana alvasti kuchini texmi yaxshi kontrol qilishni o'rgataman. Sen bu yerda qilib, alvasti tutquchi bo'lib, bizdan ta'lim olgin. deb taklif berdi. Malika Mo'yvan ustozga qarab, Rahmat, cho'ng ustam. Men cho'qim bu kishini kontrol qilishni texmi yaxshi o'rganib, uni yaxshi ishlarga ishlataman. Qizchaq, men sening ustozing bo'lganimdan faxrlanaman. Sen meni bakla hayron qoldirding. Mo'yvan ustoz ularga qarab, Biz saroyni qayta selishimiz kerak. Onundan keyin alvasti podshohni mangulik yo'qotish uchun tayyorlik qilishimiz kerak. O cho'qim yana keladi. Malika beshini lingshitdi. Men har qachon tayyor. Alvasti kuchini kontrol qilishni o'rganib, uninga qarshi hujum qo'yitaman. dedi qat'iylik bilan. Malika endi o'zining yangi sarguzashtisini boshladi. U endi alvasti tutquchi bo'lib, o'z badani ichidagi alvasti kuchini kontrol qilishni o'rganadi. Uning mang'an yo'li xatarga to'lgan bo'lishi mumkin, lekin u endi yolg'iz emas. Uning atrofida yordam qiladigan do'stlari va ustozlari bor. Saroy qayta silinishga boshladi. Hammaylan alvasti podshohining qaytib keladiganligini biladi. Bu tinchlik faqat jang oldidagi jimjitlik edi. Kelgusidagi urush texmu shiddatli bo'ladigandek qiladi. Bir kuni kechda Malika saroy hovlisida turib, osmondagi oyga qarab turadi. Bo'ynidagi munchoqlar yo'rib, uning ko'zlarimi qizil nur chachadi. U endi ilgirki qizchaq emas, balki ikki dunyo orasidagi ko'vrik edi. Alvasti podshohi, kel, men seni kutyapman. Men har qachon tayyor. Yiroqda tog'lar orasida qorong'ulik ichida bir jup qizil ko'z parqirab, kulki ovozi yangradi. Alvasti podshohi ularni ko'zitib o'tadi. O'zining yarasining saqayishini kutib o'tadi. Ondan qaytib kelib, o'z qissasini olmoqchi edi. Qorong'ulik va yo'ruqlik orasidagi kurash endi boshlangan edi.